Birimizin talimatı o gündelik hayat Kur'an'ın talimatı bu. Cemiyetimiz hazır mağarif Özümüz toğru müstakil fikri. Filistin davası mening davam bo'lgan lekin Xitoyning shu zulm siyosatidan biri bo'lgan Sharq Turkiston besib kirganligini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qatimliq ochiq suhbat programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'rilmalarimiz, bugun yana studiyamizga hurmatli ustozimiz Abdulhakimxon Mahsum va jamoat arbobi Abduqodir Yapchan akamizni taklif qildik. O'zining qimmatli vaqtlarini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Hurmatli izləyicilər, əmdə bugünkü ötküzməkçi bolğan söhbətimiz bu hörmətli mehmanlarımızı çağırıb studiyamızga ötküzməkçi bolğan söhbətimiz şu yaxından buyan vətənimizdə Xitay təcavüzçilərinin özü qorçaq qıb tikib qoyğan vətəndəki milli, yəni bizim Uyğur millətindən bolğan hər qaysı idarə orqan nimələrdə işləb atqan şu Xitayның qorçaqlarının üzlüksüz halətdə gündən-günə dinimizə, İslami ayollarning islomiy kiyim kechaklarga shu dindarlikqa qarshi elib berayotgan har xil tashviqot faoliyatlari kuchlanmoqda. Mayli bu gazet jurnallarda maqola e'lon qilish shaklida bo'lsin va televizorlarda suhbat o'tkazish shaklida bo'lsin, kuchlanib ketyapti. Bunga qarshi biz bugun mehmonlarimizni taklif qilib, asosli qilib G'ayrat Salif bu atalmış Abdunurayliq Partikom tashqi tashviqot ishxonasining muavin mudiri G'ayrat Salif. Bu o'zi Uyg'urlarning ochiq mijoz, kang qo'rsoq, ilg'or madaniyatni qabul qiladigan, o'rnak qiladigan esil fazilatga varislik qilayli nomidagi temada maqola e'lon qilgandan keyin buni Xitoyning televiziya kanallari buni taklif qilib vatanimizdagi shu maqola ustida suhbat o'tkazgan va undan boshqa biz bugun albatta vaqtimiz hammasiga yetmaydi. Men faqat ismimni tilga o'taman. Shu dinga, milliy kiyim, islomiy kiyim kechakka, dindorlikqa qarata hujum elib bo'lgan Abdullah'ın ismini tilga aytib o'tmab, buni Tangritog' to'rininki Xitoyning Tangritog' to'ridan qiziquvchilar bo'lsa, buni tafsiliy holatda maqolalarini ko'rib olaydi. Hammasi haqiqatan insonni ig'izga, tilga og'usiz darajada, hattoki milliy vijdon, g'urur hammasini tashlagan shaklda butunlay Xitoyga beqinlik shaklda Xitoyga yaxshichaq bo'lish uchun Xitoyga xizmat qilgan shaklda bu maqolalarni e'lon qilgan. U bo'lsin, yana ularning birisi Ozod Sultan bu Abdunum rayonluq Adabiyot San'atchilar birlashmasi partiya guruhining muavin raisi. Shundaqla Erkesh Qurmanbek bu Adabiyot San'atchilar birlashmasining muavin raisi ekan. Bu kiyim kechak bir millat madaniyatining aslimasi degan temada maqola yozgan. Shirali Qurban bo'lgunchilikka qarshi turishning ideya mudofaa liniyasini mustahkamlaydi degan temada xat yozgan, maqola yozgan. Bu Abdunurayliq Adabiyot San'atchilar birlashmasining aloqa bo'limi kadri. Shundaqla Fatima Tursun bu esil milliy madaniyat an'anasini joriy qildirib, har millat qarindoshlar bilan jungo arzusini ro'yobga chiqarayli degandek shu shakldagi maqolalarni e'lon qilgan. Endi biz bugun suhbatimizni boshlashdan burun kang televizor ko'ruvchilar bilan birga bo'libmi bu Partikom tashqi tashviqot ishxonasining muavin mudiri G'ayrat Salifning shuning bilan birga o'tkazgan o'zining maqolasi haqida o'tkazgan suhbatini oldidan diqqatingizga sunamiz. Mehmonlarimiz ham ko'rib o'tsin, uning keyinidan biz suhbatga kiramiz. Diqqatingizlar ekranda bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bugungi suhbat programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Biz bugun Xinjiang Uyg'ur Abdunurayliq Partikom tashviqot bo'limi tashqi tashviqot ishxonasining muavin mudiri G'ayrat Salif bilan ilib borgan suhbatimizni diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum G'ayrat aka. Va alaykum assalom. Sizning yaqinda Uyg'urlarning ochiq yo'riq, apuchan, ilg'or madaniyatni qabul qiladigan, esil axloqiy fazilatga varislik qilayli degan maqolangiz e'lon qilindi. Endi siz qanday bo'lib mushtima qiziqib qoldingiz? Yaqinqi bir mezgildan buyon haqqidan Xinjiangning vaziyat muqimligiga, xalqning turmushiga qalayimqonlikni olib kelgan facialik vaqalar haqqidan yuz berdi. Masalan, 4 ayning 23 kundagi Maralvish vaqasi, 6 ayning 26 числадagi Pichandagi vaqa, shuning qarata bular hammasi diniy asabiy kuchlarning qudratli qilishi, aqidin tashkillash, shular orqali shu facialik vaqalar yuz berdi. Albatta bu vaqa qarata emas. Bularning
mush asabiy ideya tashviqotiga nihoyatda hayron qolgan yerlarim bor. Masalan, to'y to'kimlarda naqshsul etmanglar, ayollar Arabistonning jilbab kiyimini kiyib, ro'bashlarni otib, uydan chiqmanglar. Erlar saqal burutlarni qo'yish bo'libmi? Saqal qo'yish. Shunda bir qanchilgan mushu qalaqliq tashabbuslarni o'tirib qo'ygan ideyani ko'rib, anglab hayron qoldim-da. Bu Uyg'urlarning mushunda isil an'anaviy madaniyat tug'an yerda bugungi kunlikda mushu xalqimizga o'qirmanlarga mushu o'zimizning isil madaniyatning borlig'i, axloqimizning borlig'i mushuni bir tonishtirib o'tay. Bo'libmi bugungi kunlikdagi jamiyat qanday taraqqiy qilyapti degan asosida mush maqolani yozgan. G'ayratga unda boshqa siz maqolangizda Abdum rayonimizning bir qism oblast, shaharlarda diniy kayfiyatning borgan sari ig'irlab ketayotganini, ro'pashlarning ko'payib ketayotganini ko'rib, islomdan da bundaq deyilmagan deb o'yladim. Odamning texnik aqliga sig'maydigini millatimiz mushunda qilish orqali o'zini boshqalardan farqlantirmoqchimi? Bu zamonaviy madaniyatning belgisimi? Bu Uyg'urlarning yechib etilgan ko'p xil madaniyat birlashgan ilg'or madaniyatning esil o'rnaklarini qabul qilgan an'anaviy madaniyatiga uyg'unmi deb yozibsiz. Endi siz qanday qilib bu maqolangizda bu uch savolni kayni o'tirib qo'yishni o'ylab qoldingiz? Men Arabistonga 2 qitim borgan, xizmat o'zidan. 2003-yili Arabistonga borganimda xizmat o'zidan uning ustiga tunji qitim islom dinining taqalgan davlat bo'lganlikdan Saudiya Arabistonda ko'proq bir foto surat orqali bir xotir qoldirib menga degan o'y bilan foto suratni elib sirtda nurg'ulga rasmni tortibdim. O'qishmaganga erisha bu qozi uchrab qilib, darhol yugurib kelib fotoapparatni musodir qilyapti. Shu yerda gangrapli qoldik. Voy bu nima deb musodir qilasiz buni? Desak, bizning davlatda islom dinining islom qonunida bunda ko'cha qarata ommaviy so'rinlarda rasm tortish bo'lmaydi degan tushuntirishni berdi. Bu 2003-yildagi ahvolim. 2010-yili Saudiya Arabistonga xizmat uyusidan berib qoldik. Bu qitim borganda nurg'ulg'an yengilliklarni o'zimga hayron qoldim-da. Birinchisi foto suratda. Mayli Riyod bo'lsin, mayli boshqa shaharlar bo'lsin. Nurg'ulg'an shaharlarda foto suratni oshkora elib rasm tatqanda hech kim chekligini yo'q. Buningda endi siyosat jihatda bir o'zgarish bo'lganligini ifodalagan bo'ladi. Ikkinchidan, ilgari hamda shu chatal allardan kelgan qiz xonimlar aeroplandan tushishdilar, cho'qim jilbab kiyimini kiyib shaharga kirish belgilamasi bor ekan. Shundaqla mayli Yevropadan bo'lsin, mayli Sharqdan borgan bo'lsin, shu kiyim bilan sirtda bo'libmi action amri aslida oilaniki actionning amri aslida ko'chalarga chiqishga ruxsat. 2010-yil borganimda chatal allardan borganlarmi o'zining milliy kiyimlarini kiyib, bosh yog'liqni chekiblar. Ko'chalarga chiqib ziyorat qilish ahvollarni bayqadim. Bu o'zgarishning ikkinchisi. Uchinchidan, axborot vositalarida ayol fotografchilar sinalg'u apparatni rasm tortadigan muxbirlar nurg'unlarini ko'rdim. Ular jilbab kiyib, unda tortish ahvollar mavjud emas. Oddiy kiyimlarni kiyib, faqat bishiga odatdagi yog'liqlarni chekiblar. Xizmatda bo'layotganligini ko'rdim. Bu bir o'zgarish hamda bundan zo'r o'zgarish. Saudiya Arabistonda ilgari tantarbiya sohasida ayol tantarbiyachilardan bo'lib boqmaganda, ammo 2010-yil borganimda ayol tantarbiyachilar mayli Saudiya Arabistonning tantarbiya musobaqalari bo'lsin yoki xalqaro musobaqalarga oshkora qatnashish ahvollarni bayqadim. Demak, bu Arab elleridimi, bo'libmi islom dini taqilgan bir davlat Saudiya Arabistondimi, mushunda dunyoga uzunish, dunyoning ilg'or madaniyatlarini qabul qilish ahvollarni yuz berganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Biz Uyg'ur xalq o'zimizning esil an'anaviy urf-odatlarimiz va bir qadar ilg'orlagan madaniyatlarimiz tug'an yerda bu nima uchun bu o'rta asrda tashabbus qiladigan mo'shunda qilmishlarni
o'tir qo'ydi. Ha? Masalan, Qur'on Karimda saqal qo'yinglar, burut qo'yinglar, saqal qo'yinglar degan gaplar yo'q. Jilbab kiyinglar degan unda talablar yo'q. Ha? Bu faqatla shu oz sondagi diniy asabiy kuchlar qudratqullik qilish orqali o'zining rolini teg'imi gavdalantirish uchun qilayotgan qilmishlar menimcha. Shuningga mush aqoqidan savol qo'yish orqali xalqimizning mushunda xato ideyaning borlig'ini uqsin degan bir o'yda aqoqidan qo'ygan yerimiz. Demak, o'zingiz aytgandek, siz xizmat munosabati bilan pat-pat chet ellarga chiqib tursiz. Endi bu jarayonda mana bu ham yuqorqidek u yerlarda bo'lgan madaniyat jihatdagi o'zgarishlarni, yangiliklarni ko'rasiz va nurg'un narsalarni his qilasiz. Endi o'zingizning mana bu jarayonda his qilganlaringiz va chet elniki ilg'or tajribasiga birlashtirib turib, qanday qilganda ajdodlarimizningki esil madaniyat an'analariga vorislik qilg'ili va uni texnik rivojlantirib bo'lganligi va navbatdagi ilg'or madaniyatni qanday qilganda texnik yaxshi o'rgangili bo'lganligi haqidagi qarashingizni anglab boqqanimizda. Meningcha bo'libmi Uyg'ur xalqi, ha? Uyg'ur millatining psixologiya jihatda dunyo teg'im ko'proq nazar selish kerak. Turkiyada mayli İstanbul olsun, mayli Ankara olsun, Yevropaning madaniyatini ko'rgili bo'ladi. Sharqiy allarning madaniyatini ko'rgili bo'ladi. Buningdan boshqa bu Turkiya xalqi hargiz Turkiya o'zining millati yo'qlab ketadi degan ansirashda emas. Türkiye milletining esil madaniyatlari bir qadar saqlanib qilishlar emas, texmi gullanib, texmi taraqqiyot tepayotgan shunday bir holatda. Ya meningcha hamda Uyg'ur xalqi olsun ya boshqa millatlar olsun, dunyoga ichiyotgan shunday bir davrda, bo'lib Shinjang dunyoga o'zlangan davrda ko'z nazar dunyo texmi yiroqrog'ini ko'rish kerak. Texmi ilg'or madaniyat, texmi ilg'or pan-texnikalarni o'rganish kerak. Tashviqot vositalarimiz nurg'unlagan yangi uchurlarni keng ommalarga yetkazish kerak. Hurmatli so'z o'quvchilar, mehmonlarimiz bu angladi. Buningki gapini haqiqatan amaliyotda bu suhbatning ichida qat'iy o'zining yozma maqolasida, shu turbatda Xitoyning turbatida, bu taqib turbatida yozmasdi yozgan narsaniki nurg'unlarning tilga bu yerda qilinmagan, hatto qilingan bo'lishi mumkin. Men shuni diqqat qildimki, filmda nurg'un kesib o'tgan yerlar bor o'tirdi. Ba'zi gaplarni elib o'tgan bo'lishi mumkin, balki tiyib ketmasin bu millatga deb. Buni amaliki maqolasini ko'rsanglar, nihoyatda ig'ir darajada bu jindan to'ygan atalmish g'azat bayrog'ini ko'tarib olganlar, bu milliy munofiqlar, balam nurg'unlagan haqoratlar ochiq oshkor holatda qilingan. Buni hargiz xalqimiz qabul qilmaydi degandek nimalarni qilgan. Endi suhbatimizga kirsak, hurmatli Mahsum hojimka, oldi bilan mushundaq so'zlarni qilgan insonniki islomdagi hukmi nima, buni qanday bir qalpoq keltirilishi kerak? Birinchi yo'q dindagi musulmon buni qanday qarash kerak? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Biz mavzuga kirishdan burun mavzuning boshini işte bir kelime o'zining o'rnida ishlatilmay qolib qoldi. Masalan, mushkil qilmishdiki, mushkil pulsizlik odamlarga qanday qalpoq kiygizish kerak? Ya qalpoq emas, qanday aynan hukm qilish lozim. Hukm qilish lozim. Biz bular ham tuhmat qilmoqchi, qalpoq kiygizmoqchi, qarilmoqchi emas. Aynan qilmishi ko'ra hukm qilish lozim. Endi bu mayli g'ayrat solib bo'lsin bu gapni deyotgan, mayli shuning o'xshash fikrni o'tirib qo'yayotgan, yuqorida ismi zikr qilib tilga ilingan yo ismi tilga ilinmagan shaxslar bo'lsin. Endi bularningki shar'an hukmi, shar'an ash qilmishining mohiyatini men to'g'ri qilyapman degan hissiyat qilyotdi-ku bu. Ham yezib, ham so'zlab o'zining o'tirib qo'yayotgan fikri, qilmishini qat'iy to'g'ri deb e'tiqod qilib, shu ishonchdan o'tirib qo'yayotgan bo'lg'achqa, buning islom dinining prinsip bo'yicha hukmi murtad. Tamoman dindan chiqqan. Chunki buni murtad deyishimiz islomning asosiy prinsiplaridan bir qancha prinsipni inkor qilib qolmasdan qattiq haqorat qiladi bu.
İslamның asas prinsipinin qandaq bir prinsipini inkar qilgan, o murtad urdu. Hani bilmey qilib qolganli buningdan mustasna, onu ayrım qarab baqish lozim bo'ldi. Ma'nıga o'xshash. O'zi hamma narsani bilganlikni iddio qilayotgan insonning shar'iy hukmi murtad. Bir qancha turlik. Masalan, shuning ichidan islom dinining hijob prinsipi, islom dinining soqol masalalari va islom dinining va buningdan boshqa e'tiqodiy masalalari, axloq prinsiplari qatorliq bir qancha masalalarni ochiq inkor qildi u. Inkor qilganda qattiq kamsitib haqoratlaylik. Shuning uchun buning shar'an hukmi murtad. Endi milliy tarafdan deb aytganda, milliy urf-odat, milliy ong bo'yicha bu millatning xoini. Bu faqat buning isyadi o'z millatni tamoman tajovuzchi, zo'ravon millatga qul qilib berish shu millatningki hukmronlik ostida assimilyatsiya bo'lib tugab ketishiga xizmat qilmoqchi bu. Hozir yer sharida insonlar ma'lum bir millat, ma'lum bir qavm emas, ma'lum bir turdagi hayvonning nasli qurib ketmasin, buni qo'g'dab qolamiz deb insoniyat buni terishyapti. Xo'sh. Buni terishayotgan paytda mal'un o'ziningki islomiy sohadan gap qilmaymiz. Sen mush mansub bo'lgan, mush millatga mansub bo'lgan bir inson bo'la olsang, seningda kichikkin vijdon insoniy ruh bo'lishi lozim. Ma xalqim, millatimning holi nega ketyapti hozir? Xo'sh. Bizga hukmronlik qilayotganning niyati nima? Qanday qilmoqchi deb buni o'ylashi lozim. Zo'ravon millat tamoman bu Sharq Turkiston xalqi, shu rayonda yashayotgan Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarni tamoman yo'q qilib o'tishninki planida harakat qilyapti. Yo'q qilib o'tishning planida harakat qilyapsan, sen ashunga moslish yo'qolib ketsan urdi. Ta'odda. To'g'ri. Buni ilg'or madaniyatni qabul qilib, anqag'anligi moslashayli degani, o'sha nemda samaqat o'sha bo'yicha yashab yo'qolib ketsa demoqchi bu. Buning hukmini biz İslami prinsip bo'yicha murtad, milliy tarafdan aytganda millatning xoini, milliy munofiq deb hukm bersak, mencha uning nayt uyg'un bir shaklda. Aslida buning ig'ir nom bo'lsa shu bo'yicha hukm qilish lozim. Endi uning ig'ir bir atalg'ini topolmayapmiz, mush bo'yicha hukm qilsak, islomdan chiqqan murtad, millatdan ichidan chiqqan milliy munofiq, millatning xoin deb uning to'g'ri hukm qilamiz. Allah razı olsun. Hürmetli Abdülkadir Epcan aka, sizning yuqoridagi so'zlarni olgandan keyingi ta'sirotlar o'zimizga bu qanday hissiyot keldi? Endi buningda Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Endi bir millatning shu millatdan o'xshash chiqib turib, bir millatning o'zini ziyoli deb atayotgan, ilm egisi deb atayotgan bugungi taraqqiy qilgan dunyoda o'zining qilayotgan so'zining harakatining kimga taalluq, kimga mansub ekanligi, o'zi yashayotgan, o'zi birga o'ltirib o'payotgan millatga qanchalik manfaat va zarar olib kelishidan qat'iy nazar, o'zining kishilik hayoti uchunchi yuqori deyilayotgan bu so'zlar bizni haqiqatan nafslantirdi. Hamda buning o'ttirdi qo'ygan narsa, ya'ni Uyg'urlarning uchuq mijasi, apo'chan, keng qo'saq, ilg'or madaniyatni qabul qiladigan, o'rnak qiladigan isil fazilatiga varislik qilayli degan mushu temaga to'xtaldik. Men qisqa mushuni izoh berib o'tay. Bu insoniyatda bo'lishga tegishli, har bir insonda bo'lishga tegishli yuqori deyilgan bu go'zal axloq. İnsanlıkның en güzel, en yukarı ölçümündür bu. Ama bu millette Şarkı Türkistan Müslümanları, Şarkı Türkistan halkıda şekillengen annevi güzel ahlak bu. Zaten şuna şekillenip gelecek. Şunu takımı terakki kıldırışımız, qoğdışımız, güllendirişimiz lazım. Bu tamamen bunun oturdu koyğunu. Bu şu faziletin tam eksendi. Sen bugün bu faziletni, bu güzel ahlakını Xitay qul bo'lishning sharti, Xitay bo'ysunishning sharti qilsang,
shuni shu shaklda o'lcham qilsang qanday bo'ladi? Biz bugun zarar tortgan qismimiz shu. Bizning axloqning yuqori deyilgan mush sifat bizda bo'lganligi uchun Xitoynimi mush kategoriyaga chirib bizga o'xshash inson bo'lganligi uchun biz mush o'lcham bo'yicha muomala qildik. Xitoy buni bu insoniy go'zal axloq o'lchimini qanday qildi deganda bizning shu ojizligimiz. Sharqiy Turkiston musulmonlarini, Sharqiy Turkiston xalqini xo'rlashdan shu birdan bir yo'li deb bildi. Bugün sen del oturdu koygan nesi mi şu? Senin takı yukarı değilgen sözün o Şarkı Türkistan'da en kiyin toxtadımız. Senin bula milli münafıklar diyen sözünü işiltişin bu senin ağzından çıkışı sen üzerine ilim ehli davatkan bir məxluq bu gepni üzerine çıkarışın üzengi kılgan hakaret. Xitay senden hoş olmaydı o sözlerinden. Hakikaten insanı içindirdiğin şekilde tilgağan narsaning birisi nima bo'lsa, maqolasida 11-asrda ulug' Uyg'ur mutafakkiri Yusuf Xas Hajib Qutadg'ubilik nomli asarda qara farosatning kishiga foydasi ko'p. Bilim bilgandan keyin kishi aziz bo'ladi. O'g'il qizingga bilim va adab o'rgatgan. Har ikki dunyo ular uchun foydali bo'ldi deyilgan. Zo'ravon terrorchilar va diniy asabiy kuchlarning qilmishi ajdodlarning pandi nasihatiga uyg'un kelmaydi degan bu shaklda. Bu hamda inson haqiqatan har qanday bizning vatanimizdagi bu olimlarimizning hattoki suratlari, rasmlari biroz xijil bo'lishi kerak hamda asli. Bu Yusuf Xas Hajib, Mahmud Qashqariydak bu olimlarimiz bu sana o'xshash bir millatdan to'rilib qolgan buningdek bir nimadan hamda albatta qabristonga ro'y qo'yib ketgan deb qoldim hamda bu shaklda inson haqiqatan ichindirgan shaklda nimalarni yozib hamda buningga Silchi mushundaq narsalarni hozir burun maslanga aqancha Xitoyga nima qilgan taqdirdami, Xitoyga yaxshi ko'ringan taqdirdami bu shaklda ochiq oshkora bunday maqola bayonot e'lon qilib televizorga chiqib bunday qilmaydi. Bu kuchayishining sababi nima bo'lsa? Bugun ochiq oshkora holatda butun bir millatga nurg'un musulmon yashaydi u yerda nurg'un shu musulmonlarning dini qilinayotgan narsamda o'zining millat tarafidan. Endi bunun ilim ögünüş, medeniyet, ahlak ögünüş hakkında Yusuf Xas Hajib'nin oturup koygan fikrini tilgilip ötepti bu. Endi bu Yusuf Xas Hajib'nin ki bu nasihatini qanday qilib tilga qildi ben hayran qilaman. Eğer Yusuf Xas Hajib'nin yazgan Qutadg'ubilik nomidagi shu asarning bir babni ya şu kitabın başına bir kitabım köygen bolsam bu eser bunun ta'sir qilishi lazım. Bu onundan ma'lum bir tushunchaga kelishi lazımdı. Yusuf Xas Hajib qaysi an qaysi fikrda nima maqsadda bu kitobni o'tirib qo'yadi. Nima sababdan buni yozgan kitap hozirgi ishlik 1000 yilning mobaynida dunyo xalq tarafdan olqishlanib keldi. Bu vaqtda boshqa turishi lozim emasmi? Endi bu eng adnasi ilim degan nima? Bunu bilmeklikte. Biz bir yerde ilimden İslami, şer'i bilimler onu maksat kılmak emez. İlimni mesela ortak düşünce boyunca yazım. Her kanda bir insanın ilim ehli, alim deyişin hiç bulmagandan özünün halkıga nemenin faydalık, nemenin ziyarlık işgeldiğini, bunun baxtının nereden, vabal halaketinin nerede işgeldiğini bilirligen adamını İlim ehli deyiş lazım. İlim bu. İlim bu. Bu adamda ilim emas, ilimning yo'qsi yo'q. İlimning. Mesela bu böyle gayret salib bo'lsin, uningda boshqa 2-3 mush maqola yozgan yozuvchining ismi zikr qilinib, tilg'ini vazifasi tanishtirildi. Hammasi bir bo'limning muavin, naib mudiri. Muavin mudir, muavin ishxona boshlig'i va hokazo. Hey, sen şu o'rinda turib bir ishxonaning boshliqlik chog'liq bir vazifaga erishmayapsa, sen shuning erishmay turib sana bir Xitoy akangdan birisi bosh asos mudirlikni u ustiga olib turib, seni endi madikanonni ishiltibdi. Ishiltib turib bu qadar sizning millatning zinagan tajovuzchi, zo'ravon millatning manfaatiga xizmat qilishga nima zo'r keldi? Nomus qilmam sana.
Agar bunun kichikkin ilm bo'lsam, men ma millatning pushtidan төрелген maxluq bo'lsam, bizga tajovuz kirib zo'ravonlik qilayotgan, bizni dafsanda qilayotgan, ma millatning manfaati uchun mushuni xo'sh qilaman deb, tamoman millatimning ziniga tajovuzchi millatning manfaati uchun bu qadar kuynab xizmat qilib kelsam, ma millatni oldi qanday o'zgilalayman deb hijlanishi, buni o'ylashi lozim. Her qanday bir insan bir ishni ya bir gapni qilmoqchi bo'lsam, atrofdagilardan aymanadi-ku. Mushuncha bola ig'ir darajadagi bir xiyonat, bir nifoqni qilayotgan turib, tattatmasdan ilmdan, axloqdan gap ochadi-ya bu. Senda ilm bo'lsa, qana ilm? Neni bilding? Sana nechiningizni kompartiyaga xizmat qilib kelsam, bir ishxonaning mudirligini bilmaylik ku. Sen o'ylamamsanki, bu ishqosimiz bir mudirlikmi berilmay bir ishxonaniki g'olchilikqa ishlatayotgan bo'lsam, yana nim bo'lar, buncha bo'lar, ko'ynab bular xizmat qilaman deb o'ylashing kerak ya. Sen bir ish nafsini jon beqish uchun ashildim muashib yashayman deb g'olchilik qilayotgan bo'lsangmi, bu qadar ulug' ixlos qilib, samimiyat bilan ulug' xushomat qilishning nima hojati? Hayron qildim men. Agar bu badbaxtga bunun sal biraz yuqori mansab berilgan bo'lsa, nima ish qilyapti ekan tam? Ilm degan o'zga va o'zining xalqiga nimaning foydali, nimaning ziyonli ekanini bilish lozim. Ilm bu. Müşünçülük bir haqiqatni bilinmagan odamlar olim deymizmi? Uning ustiga bu dunyodami qilish xavri yo'q badbaxtda. Masalan, o İslamdan da ayollarning ki iffetlik kiyinishning farz ekanligi takrar oyat bor-ku. O oyatni xilqdi. Qur'onda bunday narsa yo'q deydi gazzab yolg'onchi. Sen Qur'onni qo'lingga olib boqmasa bilmasang nima ish qiladi? Qur'ondan gap qilsana. Ikkinchidan erlarning soqol masalalari. Soqol sana nimaga putlashdi ya? Soqol masalalari islomiy tashabbus qilmoqlik. Islomning muhim bir prinsipi bu. Sen naytdikim sen inin g'alchiligini qilayotgan soqol chiqmay qolgan xotin kishi mijaz ash millatga o'xshin demoqchimi? O milletning tabiatiga ko'ra Alloh soqolni bermabdi-ku. Yashapti. Ma millatga o'ziga loyiq bir qiyofatni Alloh ato qildi. Quyoq bir soqolni berdi. Bu o'z xalqinga Alloh tarafdan berilgan bir ne'mat. Ana bu soqolni, bu ne'matni sen nomus deb bilamsan ha? Hatto dunyoda musulmonlar emas, Yahudi Hristiyanlardan soqol qo'yarlar. Bu hech xavri yo'q ekanda, faqat Xitoyning soqoli yo'q-da. Bu badbaxt soqol qo'yganlik dunyoda hech kim qilmagan bir ishni qilganlik bu. Qaloqlik deb ketibdi-da. Sen inin g'alchiligini qilayotgan Xitoy soqol chiqmaganligi yo'q ham bo'ldi. Xotin kishi mijaz bo'lganligi. Boshqa qanday millatning soqoli bor? O tushayotganlik o'ziningki ojizligi bu. Bu dünyanın ahvolidan xabari yo'q. O'zining milliy manfaatini bilmayotgan. Uning ustiga bu badbaxt hozir yer sharidan dahrilish o'mnishayotgan paytda Sharq Turkiston xalqi islomiyat tarafga ketib bordi. Bu qanday ish? Bu deb buni hayron qolibdi-da. Manda aqlsiz mal'un. Bu Sharq Turkiston xalqi emas. 80 yillarning mobaynida yer sharida butun musulmonlar to'plashib o'ltirishgan rayon emas. Hatta G'arb, Yevropa, Amerika diğer şarıdan İslamiyet'e qiziqish, İslamiyet yüzünüş dolqunu qo'zg'aloqliq. Hozir qisman hukumatning ba'zi ishlarda xato qilishi o musulmonlar vakillik qilolmaydi u. Ammo umumiylik musulmonlardan jiddiy bir shaklda dinga yüzünüş, dinga qiziqish, dinni o'rganish ruhi bor. Shu qatorda Sharq Turkiston xalqi, xususan yoshlar jiddiy bir shaklda dinga qiziqib o'tadi, dinni o'rganib o'tadi, o'rganganiga amal qilib o'tadi. Endi dinni tushunib, dinni amal qilayotgan ma yoshlar qartam, bu biz va boshqani biz dahrilish ketib olsak, ma islom deb ketib qoldi. Deb buni sening hayron qilishing, haqoratlashing sening haqqing emas-ki. Sen agar inin g'alchiligini qilayotgan Xitoy hukumatining o'zimi özünki asası qanday yozilgan prinsipidan dinga ishonish erkinlik, ishonmaslik erkinlik. Ishonmayotganlar, ishonayotganlarni haqoratlamaslikka misli lozim deylik. Xo'sh. O sen şu Xitoyning şu qonunni ijro qilaman deb kechkunduz xizmat qilayotgan bir mal'un. Sen Xitoy akang yozib bergan şu qonunni xiloflik qilsana.
Bu Müslümanların, yaşlarının diniga yüzlenişi, erlerinin sakal koyuşu, ayollarının hicablanışından ibaret. Özünün dini erkinligiga senin bunu kemistişin, medeniyetsizlik, ahlaksızlık deb hakaretleşin senin hakkın emas ki. İnsan emas ki. Onu ilinmiş kısın. Bu xil tipteki milli münafıklığa Allah hakikati bildirmey kalbini aynada peçetlebas gerek. Ya özünün menfaati ya özünün halkının menfaatini de okumagan. Hoş. Dinliği asla okumagan. Dünya vaziyetinde haberi yok. Sen nereden, dünya ne gidip oturdu? O sen teşebbüs kılıvatkan dehrizim 90'dan tügevası dünyada. Dünyada tügep gidip dehrilik akidesinden dünya dehrilişi vasıtadekilik. Hayvan o 20. asırın başlarında oturup bilmezdi bazar tapkan bolsa mı dünya halkı aklı kelgenden kin o Darwin akağının o başkanın o fikrinin hatalıkını emirleşmek tonup etip 90'lar kelgenden Sovet İttifakı'nın parçasını tügüşüden beri o dehliş akidesi yarışarı tügeklik. Kısmen guru, kısmen şahsları kapkagan bolsun. Dünyanın tügep gitipatkan bir dehriliş akidesinin dünyada yanıdın gülünüp atkandak köksüp durup halkımız aldırmakçı bedbahtmel onu. Demek bunun dilikki Moşudun kuşatkan aliminin bu kılanklı neymiş bu degen fikir oturup koyup kaldı. Bunu alim degenden göre cahil, milli münafık, murtad deb atış lazım, halk şu boyunca muamele kılış lazım. Doğru. Sen eselden rast kiçikkine Yusuf Has Hacip degendek ilim ya ahlak ya milli ruh bositi senden öz halkının milli kıyafetini saklap kış korumatkan bundan yaşlanın hakaret kılmaysa alkışlaysa bunu. Fakat Xitayını hoş kıyışın karab durup kapkırı yalgan gep neyde bedbaht. Bu xildeki mel'ullağa äge oluş lazım bunun gepini. İnçikelen dikkatli bunun katli təsirini hiç bulmaydı bunun saklanışı lazım olur. Rahmet Allah razı olsun. Sizden koşulgan gepler var mı? Şimdi bu Yusuf Has Hacip'nin yukarıda deyilgen o şiir, o hikmetlik sözleri şu milletni millet kılıp turuşka, şu milletni güllendirişke, milletni düşmenge, Allah'ın düşmeniga, milletning düşmeniga kul bolmaslıkka davet kılırgan söz emdi. İlimni to'g'ri qabul qilish, to'g'ri o'rganish. İlimni ilim bilan beytish ve ilimni ilim bilan taraqqiy qildirish ve ilimni ilim orqali ro'yobga chiqishdan iborat. Endi buning da'vatgan narsidan biz so'rab baqaylik. Bu bunun da'vatgan zamonaviy madaniyat, ilg'or madaniyat. Da'vatgan narsi zaten nima demoqchi? Bunun nimeni ko'z tutsan? Bugün milletning Sharqiy Turkiston, musulmonlarning Sharqiy Turkiston xalqining saqali, kiyinishi, urbati, ayollarning islom uyg'un shaklda kiyishi qaysining ilg'or madaniyatingga to'sqinlik qildi. Ilg'or madaniyat deb sening to'riqingni Xitoy xizmat qilgan, o'zingning kimligini, o'zingcho madaniyatini yo'qotib Xitoy madaniyatini, Xitoy kimligini, Xitoyning örf adetini qabul qilishning o'zini sen ilg'or madaniyat, zamonaviy madaniyat deb tanimsa. Sening ay turuqingni ilg'or madaniyat va zamonaviy madaniyat deb tanimsa. Buni kim qabul qildi? Özünün aş maqalasida müşa qo'shib qo'y, maqalasida izohliq buniki yozgan asosliq nishon nima desa, bu bir o'chim kuchlar qanday qildi desa, shu hozirgi shu cho'ng yaxshi vaziyatga buzg'unchilik qilish orqali partiyaning rahbarligini ag'dirib, vatanni parchalab, xalq jamiyatini amalga oshirish uchun tirishayotgan kishilarni qaloq, nadan, qalaymaqon, feodallik jamiyatga elib kirish maqsadiga yetmoqchi bo'lgan dedi. Ya da bu bütün zaten bu özününki bütkül tarihteki ecdadının hemmesini şu devirde yapar. Tek bu netice 10 yıl oldu ki bu tek bu şekilde yürüyüşümüz hem de.
barliq bu so'zi bilan barliq ajdodining hammasini hatto shu butun Uyg'urimizning tarixini mi Qarlab chiqadi. qalaq, nadan, qalaymaqan feodallik jamiyatda burunqi O zaman bu narsaga kelsak, sen Yusuf Xas Hacimni nima deb tanıysan? O qanday kiyim kiyganti? Onun misalini almasan Ha. bo'ladi. Asli o Leninniki boshqa birisiga elishing kerak. Yusuf Xas Hacim, Mahmud Qashqari, Ahmet Yukniki, Navoiyni tilga olsa, bularning kiyinishi, madaniyati nima edi? Senin aç törkününü qabul qilganmidi. Sen aç sözüğünün o'zida mushning hamma vasini inkar qilsa, ularni haqoratlabsa va qarichaplabsa, ularga hujum qilsa. Xo'sh. Yani shunda turib sen qaysi ilmdan, qaysi ma'rifatdan, qaysi ilg'or madaniyatdan, qaysi shu zamonaviy madaniyatdan gap ochsa. Endi bugun madaniyat desak, sharqiy men unda to'xtaldim ayna. Yuqoridan ben yana eskartib qo'yim, qisqag'ini qilib. Medeniyet desek, bir adam qarab lan bunun şu medeniyet ekanligini, qaysi medeniyet tava ekanligini, qaysi millet tava ekanligini bilalaydigan shaklda şu ifade berishi lazım. Bunu medeniyet deymiz endi. Senin bugungi mush turqingni sen Xitoy bilan mansang Xitoy deb tanıymiz endi. Senin ay turqingni, senin xotiningni, qizingni, balchaqalaringni Xitoy bilan aralashtirib etsakchi Xitoy deb tanıymiz. Xitoy medeniyeti desak, sen ne deysin? Endi biz Xitoy, min Xitoyning ichida kuliga, men hozir men mush turqim bilan chiysam, Uyg'ur deydi. Bunu medeniyet deymiz. Saqalla, do'ppa, to'nla, ha? Bu milletning şu milliy kiyimi, milliy qiyofati, aş milletning milyonlagan Xitoyning ichida aksar turib bergan narsani medeniyet deymiz. Bugün sen deysen ki yüzde farklı köketmek mi depsin? Ha biz farklı. Xitoydan ibaret, necistin, paskini milletin, medeniyetin, ilim marifetin çoğu, hali, ilim marifetin, medeniyetin, ahlakının en aşaddi düşmanı olan Xitoydan ibaret bu necistin, farklandırıp duruştan ibaret çoğu, İslam'ın isil ahlakı, isil kıyafeti arkalı Xitoydan çoğu biz farklanıp dururuz. Gipin var mı? Nerede farklanımız hem de? Sen bugün tonguz goş yemsi yememsi. Sen de bir sonra bakay. Sen tonguz goş yemsi. Bunu medeniyet dep kabul kılamsa. İçtin goşunu yemse. Bunu medeniyet demse. Saçkanını yemse. Yememse bana gel cevap vere. Eğer bunu desen bunu medeniyet dep kabul kılamsa. Müşkini yemse. Maymununu yemse. Yani Xitoy yegan barliq narsani yemse, bunun medeniyet demse, hey ko'ngli qara. Hay inimsiz. Oy sening savd davatqa o'zing so'zingni men bevosita turib sen bilan munda so'zlashgan bo'lsam, yuzingga og'zingni nechin tukurib qo'ysam bo'ladigan ko'rsan. Xitoy bugun siyosiy va harbiy jihatda hokimiyatni tartib olganlik uchun, ustun kuch olganlik uchun madaniyatli millat deb taniyapti. Xitoyning Sharqiy Turkistonda jinoyat ishlayotganligini bilirsin. Bu Sharqiy Turkiston xalqining madaniyati va urf-odatini, axloqini, ijtimoiy munosabat o'lchimini Allohning dini va Qur'on bilan bekitgan, bu millatni millat qilib turgan, Sharqiy Turkiston xalqini sen davatgan Uyg'urni Uyg'ur qilib turgan, ya'ni bizni biz qilib turgan narsa u nima? O millatning dini, ya'ni islom dini. O milletning şu kimlikini aşıp bekitken. Sen del şey hücum kılıvasın. Ne için? Bir nefsin için. Sen bir nefsin için Xitoydan ibaret aç cinayetçinin cinayetçilikini bilip durup şu galçılıkla kılıvasın. Sen de vicdan ve ahlaktin, medeniyetin, zamanevi ve ilgar medeniyetin gep öçiz söz eşit. Terkçilik mi hakkın yok melun. Seni Allah'ın laneti ve gazabı buluşun Allah'tan tileyimiz. Sharqiy Turkiston xalqi sening yuzingga kunlik nechin tükörüp qo'ysa haqliq bo'ladi. Rahmat, Allah razı olsun. Men bu yerda nimaniki bu hattoki so'zning oxiridan abay programmadan chiqdi. Bu Turkiyada masalan Yevropa madaniyat ko'ramiz u deb. Agarda azroq buningda ilmiy bir omonatga xiyonat qilmaslik ya bir haq gap qilish tuyg'usi bo'lgan bo'lsa, Turkiyani u yerdan tilg'ab turib biz Turkiyada yashayotimiz. Dünyanın hiç kandak bir yerde seni bu İslami kiyim kiyimini yaxşı ko'rgan, sakalını yaxşı ko'rgan deb hech kim zo'rlamaydi seni. Yaxşı ko'rmasligi mumkin. Tamamen to'g'ri tushunsa erkin cehennem kirib ketsa hech kim to'sa olmaydi seni.
Ama lekin bu yerda dunyoning hech qanday yerida shunday fikrdagi insonlar bor, ham masalan Turkiyadami islomga kirmagan, islomning sirtida yurayotgan kishilarmi? Ammo hech bir zaman Turkiyada ham shu ko'zni yumbamaslik kerakki, ay Osmonlining davridagi, Rasulullohning davridagi soqollarni qo'yib, kiyimga uzun kiyib yuradigan millionlagan inson bor bu yerda. Hech kimga bir narsa deyolmaydi. Hech qanday kiyimi sababdan haqoratlayolmaydi. Buni bir og'iz tilga amili bo'lgan bo'lsa, ashuna Turkiyada masalan hamma odamlar bor kiyindig'imi, kiyinmaydig'imi, hech kimning chatig'i yo'q. Biz bu yerda nomus qilmasdan hammaga eslab boramiz deb deyish kerakda. Buni tilga olmay, xuddi Turkiyaning hammasini xuddi Xitoy qilayotgandek ish qilgandek tilga olgan. Bu yerda buningki safsatisiga eng ajallik zarba beradigan Turkiyaning donglik shoiri Mehmet Akif Ersoy'ninki shuna bir she'r var. Bunu diqqatinizga sunib o'taman. O she'r deydi ki, bacımın örtüsü batmakta rezilin gözüne, acırım tükürüğüme, billahi tükürsem yüzüne, medeniyet dediğin açmaksa bedeni, desene hayvanlar bizden daha medeni. Bu şe'r dal şundaq gayret salih ve onun tipideki insanlarga berilgan ajallik zarba bo'lsa kerak. Tarjima qilyapsiz. O nima degan gap desa buniki? Mening shu och sing'illarimning shu musulmon qiz ayollarniki beshig'i otib olgan bu yog'liqi ba'zi shunday razil insonlarning ko'ziga petib ketyapti deydi bu. Shunday petib ketyapti. Men ashundaq Alloh bilan qasamki, mushundaq razil insonlarning yuziga tükursam, shu tükürükümge echinaman deydi. Tükürükümga zayo ketdi bu insonga, shunday echinaman deydi. Bu tükürükümge zayo ketdi bu insonga. Eğer medeniyet diyen sen kötü olgan medeniyet diyen bedenine iç olsa, yalamaçlı medeniyet olsa, sen şunu diyen, meydana çıkıp oturuğa çıkıp diyen, bizden hayvanlar tekin be medeniyetli diyen şey yapın şu dağdılık diyen, eğer medeniyet şuna olgan olsa, oturuğa çıkıp meydana çıkıp insanlar, milletim bizden hayvanlar tekin be medeniyetlik biz kendi kavatımız, hemmini silip etişimiz gerekti. Eğer medeniyet içli olsa, deb shunday she'r yozgan. Buni boshqa shoirlar buningga Mehmet Akif Ersoyning she'riga qo'shib debdiki, medeniyet dediğin insan işi, hayvanın derdi onun bunun memesi, olmasa da beyni vardır elbet bir fikri, bazı hayvanlar sizden daha medeni deb shunday she'r yozganken, medeniyet degan insonning ishi bu. Sana o'xshash hayvonlarning so'zlaydigan ishi emas. Hayvanning derdi nima bo'lsa, shu uning buning kiyib olganiga, uning buning qo'yib olgan saqlab, buning derdi shu uning buning narsasiga esilib olish hayvonning ishi. İnsan degan bir mingisi bo'lmasimi, chuqur bir fikri bo'lish kerak, uni bir o'tirib bir narsaga qo'yg'ili bo'ladigan bir aqdigan bir fikri bo'lish kerak. Ba'zi hayvonlar sizdan daha medeni. Ba'zi hayvonlar shuni bilib edinki, sizga o'xshash bunday kafshaydigan insonlardan necha hassa milyon hassa madaniyatli kerak deb shunday yozgan ekan. Bu shunday tipdagi insonlarga haqiqatan ajallik zarba berdi. Hurmatli olimlarimiz, Maqsud aka, hamda ba'zi millatimizning ichida, vatanimizning ichida ba'zi kishilar o'ylab qolishi mumkinki, biz ishg'ol ostidagi Xitoyning ostidagi millat bo'lganligi uchun ba'zi shu ishlayotgan buningga masalan buningga to'g'ri tushunishimiz kerak. Bular majburiy holatda deyotgan bo'lishi mumkin. Aldırab bir narsa demasligimiz kerak degandek bu fikrlar bormidi. Bu islom, ya'ni bir insonningki majbur bo'lgan, majbur deyotdi. Mayaka bir har qanday inson chekchigisi bo'lgandek nakaga shu to'g'ri tushundi musulmonlar. Endi bundan kelganda hukumatning ma'lum bir idorada ma'lum bo'limda ishlayotgan bo'lgandan keyin ashilninki mecburluş asası deb qolgan ya yazgan bo'lishi mumkin. Buni biraz yumshoq e'tibor bilan qarasak degan fikr to'g'ri emas shu. Masalan, buning maqolasini bosh oyoq o'qib baqsak bo'ldi. Bu go'y ikki narsaga qattiq kuchgan. Biri xalqimizning ichida, xususan yoshlarning ichida yangidan jonlanayotgan milliy ruh, qarshi milliy qiyofatga qattiq qarshi turgan bu. İslam'da yüzünde şu olsun, neyli erlerdeki sakallı okşaş, ayallardaki hicap koş, İslami kıyafet olsun, başkan özümüzün, ecdadımızın kapkağın esildeki milli kıyafet ki karta malum bir intiliş kızlıkışlıp milletin, halkımızın milli ruh kuşuvatkan, muşu milli ruhku zerbe vermek için takabutu bak çoğan, bu milli münafık. İkinci mesele, hazır halkımızın işeden 60 yılının mabeyninden bir qancha yıl qo'ziq to'yg'idek tamoqqa erisholmay
hiç gündüz aram alanmay, zalimning zulmida yashash orqali jur'at qilinmay kelayotgan, öz vataniga o'zi ega bo'lishdan iborat. O'zini o'zi idora qilish, o'z vataniga o'zining ega bo'lishdan iborat maruhqa. Mandaqcha aytganda, o'zining mustaqillik ruhi. Xalqning ichida, bularning yoshlanishida bu mustaqillik ruhi urg'ayotgan. Bu badbaxt hozir yoshlarning ichida jonlanayotgan milliy ruh va milliy mustaqillik engidan iborat mush ikki turli harakatga jon jahli bilan zarb berish uringanda bu. Mesele bu. Deydiki bu, bularning mush islomiy qiyofatdagining g'araz muddasi kompartiyani og'dirib davlatni parchalamoqchi deydi. Hozirgi bizni birga yashayotgan Xitoyga o'xshash ma qiyofatda yashamay, Xitoydan boshqacha qiyofatni ko'tarib chiqib, o'zimizning milliy ruhni o'tirib chiqarmoqchi deydi bu. Asldan hozirgi mush davrda yoshlarning bo'layotgan bu uyg'unish har bir Sharq Turkiston xalqi qadrlashga, suyunishga, olqishlashga tegishli bir faoliyatni boshladi. Bu o'zininki mustaqillikni qo'lga keltirish ruhi, o'zining milliy an'anasini, milliy islomiy an'anani qaytadan asliga keltirish ruhi olqishlashga tegishli bir masala. Bu go'yo deydiki, kompartiyani ag'dirib o'tib mustaqil olmoqchi deb mustaqil uringanning milliy munofiq deydi bu. Hayvon bu o'z xalqining erkinligi tamamen huquqiy mustaqilligini qo'lga keltirish, besib kirgan tajovuzchidan qutqizish uchun harakat qilgan millatning xayolamda sana o'xshash bosh tajovuzchi dushmanni uyiga o'zining mahallasiga besib kirgan badbaxt millatning xoinilab qolmasdan solamchi hayvon shovashi. Har qanday bir insonning uyiga sirtib bir kirib, uning mahremiyati ko'z solsa, uyda bir yashaydim deb tuvasam, qattiq qizg'inish ro'yardi. Chiqib ketma uy mening bu deydi-da. Bu uy mening, bu o'ylim, o mahallim mening, nima uchun sen bizni ko'zdan dafsanda qilibding deydi. Hozir yoshlardagi uyg'onish dal bu fikrning o'zi. Sen 60 yilning mobaynidan bizning qon qaqshatding, bizga qilmagan zulming qolmadi. Chiqib ketma vatandan. Vatan bizning. Chiqib ket deylik. Bularning mushruq kelganlik rost. Buning vatan bizning chiqib ket deb ma'ni harakat qilayotgan harakatni, bu harakat qilayotganlarni milliy munofiq deydi ya. Milliy munofiqning milliy munofiq sen bo'lamsan, o'z millatni qo'g'dayotgan olamdi. İkinciden ecdatın kapqagan İslami milli ruh, milli kıyafet canlı oturdu. Bunun eğer sen şu milletin puştuduğun bop kalmasın, xursan buluşun, suyunuşun lazım. Onun şunda qattiq acı gelip kim geçecek, oturup kopaş, tek turup, etiqat, hem sen Xitaylaşıp kesildi. Xitayning kıyafeti mandak tutmay, bizning aslidagi Muşrayının xalqının milli kıyafetini asli keltirib bağlı qoptu deydi de bu. Bunun ayeti mühim nazik mesele. Onun üstüge yana makalesi yaptım. Az dünya xalqın Xitayning Sharq Turkiston xalqiga qanchalik zulm qilayotganini bilib ketdi. Dünya xalqi, hatta g'arb dunyosidan boshlab ba'zi so'radi Xitoylarga bundaq qishnima millatni. Biroz erkinligini va yoshlik qo'ydaglik. Bütün dünya xalqi mush mazmunda Xitoyni tanqid qilib Xitoyni. Bu ruhni mo'g'uy tushuntirishdan chet eldagi qushlar quturtib, mana bular chet eldan ilhom olib vatanni parchalamoqchi deydi ya. To'g'ri. Mo'g'uyning shuni. O sen his qilmagan bilan sen g'alcham. Dünya xalqi juda mag'lub. Emniyetim ahalik kuniga o'nlab, yuzlab, minglab adam bakaga o'ltirilsa, defsanda qilmasam, yer sharida hech qanday bir millat tasavvur qilib boqmagan ig'ir qismatdagi qilavassa. Ana mushu kulfatdan qutulib o'zining haqiqiy bir insonni yashashni qo'l keltirish uchun bir turkum yoshlar buningga qarshi harakat qilavassa. Sen buni olqishlayotganning o'rniga
Ey, degan millatning xoiniyati ozg'indi deyish nima haqqing bor ya? Nomus qilishing lozim ya. Shu ma badbaxtning ma qilmishim odatli qilmish emas. Buni hech qanday bir shaklda oqlashqa kengchilik bilan muomala qilish bo'lmaydi. Agar sening ishingdan, millatingning ichidan chiqib qolgan banda ablah degan kengchilik, ya'ni do'stlarning muomala qilishning o'zimi bir vijdonsizlik, maydonsizlik. İşçinin Xitayni xoş qilish uchun o'zining milliy ong, milliy ruh, milliy mustaqillikka jon jahl qarshi turadi ya bu. Agar majburlagan bo'lsa, gapni masalan Xitoyning o'rgatgan ba'zan gapini deyishi mumkin-di. Majburlanmoqlik aslida. Yurakdan chiqirib dedi. Majburlanmoqlik. Ammo bu faqatlam aqli bulg'unib ketgan mingisi bu shaklda tamamen yuvitilgan badbaxt o'g'ashqa ilmninki, insoniyatninki, madaniyatning yuqsi bo'lganmoqlikda faqat isyodim tajovuzchi, zo'ravon, zulmgar millatni bir Xitoy tajovuzchini xo'sh qilish. O shunchalar tirishib sanga bag'ida bir bo'limning mudirligi emas-ku. Hayvon qo'y. Sana Xitoy akangning bergan narsa bu. Sen bunchalar qilib ketishdan nima ishdin? O'zingning millatingga xiyonat qilib, o'z diningga osilik qilib, murtadalik qilishdan nima so'z keldi sana? Men bir yerda eskartib qo'y. Ha, endi o kompartiyani aldırmoqchi deb. Tuandi. Sen chet elni ko'rapsan. Chet elni ziyorat qilsa, tayyorlik qilsa. Bu Turkiyani misol keltirib yuqori dedi ya. Men bu yerda qisqagina latifa shaklida misolni keltirib o'tdim. Birisi qimavoz, birisi kiselabs xonasi. Yani ezilik. Yani birisi uğri. 3 adam seyahatga chiqibdi. Yani aşı Müslümanlar keng o'tiraqlashadigan, bu yerda axloq, madaniyatlik, güzel aşı medeniyet aksiyat turpiradigan islom dini quyuq omlashgan yerga kelib, insonlarning axloq madaniyati hamma yaxshi degan o'rnak degan yerga kelibdi bu 3 adam. 3 adam 3 taraf ketibdi. Yani 15-20 gün, bir aydan keyin paydo bo'lib kelib o'xshadim. Bu yerda o'g'ri debdiki, voy hammadan o'g'ri ekan deymish. Qimavoz demiş, voy bu yerda hammadan qimavoz ekan deymish. Kisel xonasa hammadan menga o'xshashgan deb. Shuna deb hammadan shuna deymish. Bu şunun o'xshashlik gap bu. Nurg'un taqvodor yaxshi yali bayna. Yani bir adam kelgadi. Ha? Hammadan ibodat qo'y. Hammadan cho. Bu shunda go'zal axloqli, taqvo odamlar ekan bu yerda deb shunday debdi. 4 kishi. Bu badbaxt nega va'da deslar, o'zi kisel aşı, xunasa bayaga bag'an qo'y bu. O cemiyette özünün kisellik iddiası boyunca ölçügen hem de. O deydi ki Türkiye'de mi adam bak. Sen bir milletin, sen Şarkı Türkistan halkının bir halk bulup millet bulup turuşunun nimi bilen ölçeyse. Sen ma ilmi cihetin gap kılı bize. Bunun ölçümün nimi kılmakçı? Marksizm kılmakçı mı? Xitay kılmakçı mı? Yani nimini ölçem kılmak Şarkı Türkistan Müslümanların, Şarkı Türkistan halkının medeniyetini, içtimai münasebetini, içtimai hayat ölçümünü nimeden anmakçı. Sen deysen ki Xitay Kompartiyasının çoğu asasi kanun deydi. Kanun emes men. Bulançının tüzümü edip qarayman, oğru qaraqçının. Onun da nasıl yok. Eğer şuna bulgan olsa, eğer Xitay yüzden aşı Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti dep atalmış asasi kanun diyen kanun boyunca kılgan olsa Şarkı Türkistan halkı zulüm kılması lazım. Qanday kiyinsi meyli buluşu lazım. Bizden dop söyle yapılışır, bizden şepki söyle yapılışır, bizden saklı söyle yapılışır, bizden cilbap bile yapılışır. Zaten Şarkı Türkistan halkının milli ananasını eksilip öttürüp durduğun, Xitay'dan farklap durduğun her kındak çoğu medeniyetine hücum kılıp atıldı.
Ma galçak dev çok Xitayning dege yerden çıkıp Şarkı Türkistan'ın halkının milli kıyafeti, milletin ekset durup durduğun en güzel ahlakı hücum Xitay'da okşay hücum kıladı. Türkiye'de nurgun salisen cami kıbadın mı? Türkiye'deki medeniyet organları kıbadın mı? Müslümanların dünyada yaratkan medeniyetini, onun örnek medeniyetlerini gördün mü? Eğer Türkiye kilipsen, bu medeniyetlerini körüdüğün bolsan, İslam medeniyetinin, İslam sağan bu medeniyetinin tevrenmez bir medeniyet ikenlikini, insaniyenin tüp örnek kılış tegişlik bir medeniyet, bu ikenlikini belirtin sen. Sen ilim doğrusu gep eçiş, hiç kılakın. Komparti meselesi gelsek, kompartini ağdırışımız lazım. Şarkı Türkistanlık Müslümanlığa elbette ağdırış şart. Bütün dünya Müslümanları, bütün dünyada insan ben dinge itikat kılmam deb qanday dinge itikat qilishdan qat'iy nazar şu din qılam itikat qiladigan bo'lsa kompartiyadan iborat, ya'ni marksizmdan iborat. Bu xato nazariydi. Bu xato sapsatini qat'iy ag'dirib tashlab, buni hokimiyat emas, xalada turishga yo'l qo'ymaslik lazım. Bunun hech qanday hokimiyat turish salohiyati yo'q kompartiya degan. O kompartiya degan qaraqchidan iborat. Nasijima o? Bunun turuşu bu. Bunu biz emas, Xitay halkı üzerine insan deb qaraydigan bolsa, bunu kompartiyani yüz ag'dirib tashlashi lazım. Şarkı Türkistan meselesi kelsek, o Şarkı Türkistan Xitayning emas, kompartiyaning emas, bu qari guruhning emas, bu mafiyaning emas o. Yani kompartiya degan so'z, mafiya, qari guruh degan bo'ladi o. Bu mafiyaning devlet üstede, hakimiyet üstede turuşun o'zi insaniyetin şa'niga xilaf, haqoratdan boshqa narsa emas bu. Sen qapqara musha sapsatini, yani bugun shu nima qilib shu, Sharqiy Turkiston xalqi ting'otisi. Hey! Turkiya kelib nima sen to'g'rildiga shu olsa. Sen eğer Xitoydan iborat bu zalim, bu tecavüzçi, bu cinayetçi aklında olmasa, sen hazır hemen selliyor git abi gelsen. Sakalını koyup, sakalını dağılap çıksın. Şarkı Türkistan halkının tonunu, ayarlarının çoğu hicaplarını sen çoğu damlap çıksın. Nimişin kılsa, hukuk bizde boğallık için, Müslümanlarda boğallık için, Şarkı Türkistan halkı, üzden devletin üz baş boğallık için lan çoğu aşırı için sen maktaysa. Sen nimişin kılsa ne? Hak boğallık için emez. Esle hak ma o. Sen hak boğallık, hak ile işin yok. Doğru ile işin yok. Senin koskun çımpıl bas şunu maktaydıgan galcısın. Senin hiç kanda işten ve işekten hiç kanda farkın yok. Sen bayatın yukarıdakiler medeniyet ölçümü davet kılıyorsun. Hey! Yani bir misalını keltirip koy. Xitayning munchiq ichirish usulini o'rganamiz, madaniyat deb qabul qilamiz. Xitayning jundud o'zini juyishi, dasti o'zini juyishni madaniyat deb qabul qilamiz. Bu qanday madaniyat? Qizi, o'g'li, onasi, dadasi bir munchiq ichirishning o'zi madaniyatmi? Sen medeniyeti tamamen aslı üstten kılıvetken. Medeniyet hainleri, medeniyet münafıklar. Yani yüzden medeniyeti ve kimlikini saklap koyağımızın kahraman Şarkı Türkistan mücahit oğal kızlarını sen çok milli münafık hepsi. Del yukarıda tılgınlıp ötken bu 6 kişi muşi zihniyetteki barlı kalçıla milli münafıkların del yüzü bu gölü. Bu gölü çok için tepişi lazım. Rahmet, Allah razı olsun. İnşallah bunundaki meyli bunundaki din düşmanları hailler meyli halusun halimusun Allah özünün nurunu mükemmellik için hatırlayan bolsun yatanmay kalgan bolsun Allah özünün hak dinini güçlendirip meni vurdu. Bunun da imanımız kamil. Her kança küçükse hiç kandan nasıl aslatmaydı. Hem bunundaki nimeler elbette güç, hukuk, Müslümanların kulda bo'lgan bo'lsa, elbette bundan çıkıp hiç qanday söz qilishi mümkün emas bunday insonlarniki. Bir Müslüman bo'lish süptimiz bilan har qanday diyorimizda yashayotgan xalqimiz bunday insonlarga nisbatan eng aqalli pozitsiya ularning hayotida qaysi shaklda bo'lishi kerak bir Müslümanniki? Bu mushkil tipdagi insonlarga qanday pozitsiyada
buluş meselesini uçuklaştım burun. Halkımız neymiş kılış gerek? Qarash lazım. Halkımız özünü mümin, Müslüman hesaplayatkan, özünün Sıdıq Buğra Xan'a oxşaş, Yusuf Xas Hacip'e oxşaş, moşxil türdeki, dünyada tonulgan moşxil tipdeki kişilerinin evladı biz degen an bula olsa, buna iki türlü kişine kılış lazım. Biri, hemen umumimizde seferberlik ötep, hain, takabül turvatkan öz müstakilliği, özünün ecdatını kapkan milli örf adetini yeniden bir kadın berpa kılış gerek. Bunu berpa kılış için umumimizde seferberlik ötüş lazım. Bu şer'en ve insaniyeten halkın mecburiyeti. Hazırlıklı küfri, tüzüm, küfri sistemini ağdırıp onun orada ilahi, adaletli keltiriş. Bu Şərq Türkisinde yaşavatkan her bir Müslümanın geldiğindeki perz aynı olan ibadetten birisi. Bu mühim mesele. Endi ikinci özümüzün, milletimizin menfaati için hizmet kılımız diyelim, özünün milli menfaatini qoğdaş, özünün insani mecburiyeti. Özünün milli örf adeti başka saklap kılışı lazım. Mesela Melik Yusuf Xas Hacip olsun, başkalar olsun, özü hükümranlık kılayotgan ma devirden nurgulgan ajdan uçutkan peylası olup ağlının oturuğu çıktı. Ma 60 yılın ma beni ne için çıkmadı? Başkalarının zoravallığı, başkuruşu, diktatör sasız yaşap gelgen boğaşkan bundan çıkmadı. Bu 60 yılın ma beni Xitay tecavüz kirgen menetten başlayıp eserden bütün Şərq Türkistan halkı umumimizlik seferberlik ötep bu tecavüzçülük karıştırıcı kolap çıkırıcı lazım idi. Bunu her xil sebeplerden keçikip gitti. Hala şu 21. asırının başlarken bir Türk'ün kısmen yaşlan bunu tutup itibat etti. Meyli İslami, meyli penni sadık umumi ziyadıyla bunu tutup yetişi lazım. Umumimizi halk özünün bu şeref, hukukunu kolluk keltiriş için seferberlik ötüşü lazım. Seferberlik ötüşün tecavüzge karşı bu gaye yetişin hizmet kılış imkaniyeti balı kolduğun kegen hizmetini kılışı lazım. Malum bir hizmetini kılış imkaniyeti yoklam ma mel'un eyiplavatkan hilirdik yaşlava. Muş ezibliklavatkan. Bularının koluğu kol, putuğu putulup maddi ve manevi cihetin buları yardım verip ularının kendi dairden hizmet ep bir şeyem şerait hazırlık bir şey lazım. Bana bu umumimiz halkın insani ve İslami mecburiyeti. Şunun bilen birgem ma gayret salıp ve bunun okşaştığı okşaş milli münafık dini murtetlerge qarta aslında bulağı tegişlik cezasının cezalanışı lazım. Eğer başka cezalaş imkanı bulmagan takdirde bütün halk tamamen bu bedbahtlığa münasebet etmesi şirek. Beriş giriş kiliş, huşire salamlaşış, dostane münasebet hemen tamamen toxtuş lazım. Ta bu millet ki kılıvatkan münafıklığı, dini kılıvatkan asilik, murtetlikten tövbe kılıp kaytıp hakkani sepki kaytıp gelgenge kadar tamamen bulağı peraklık muamele kılış lazım. Muşunun okşaytıkan milli münafık, murtetliği mi okşaş? Ma mel'un eyiplavatkan öz halkının menfaati, özünün İslami etikadının takazzası boyunca cinni pida kılıvatkan kahramanlığı okşaş muamele kılış. Bana bu normal insani anlamaz bu. İnsan namus kılıtkan bir halet bu. Öz milletinin içinden çıkan kahramanlık kası, milli münafıklık kası. Kahramanlığı kandan muamele kılış lazım. Bu kültürdeki milli münafıklığı şu. Sen bunun çekirisini acırtanmasan, her biri özgür layık senin kalbinde urun, senin emeli hareketinde muamele bulmayı kapka, sen demiş kılmakçı. Yani halkımız umumimizlik dikkat kılışı lazım. Umumimiz halk hatalaşkan bir eğer onun aksini yok kapkası. Sen devamlı hakkaniyetten terip ettiriş lazım. Nifak, hıyanet, galçılıkın ki teripinin orlanması gerek.
o'rnanmaslik uchun xalqimiz bu jihatda ömürlük hizmetke tayyor turish ish bo'lmaganda xizmat qilayotganlarga esdash qilish, ma'lum o'xshash xiyonat qilayotganlarga qat'iy zarba berish qo'ldan kelgancha bu ruh kelishi lozim. Mush munosabat bilan menimki umum qarindoshlarimiz xalqimizning umidim bu. Rahmet, Allah razı olsun. Şuna ahirki sözlerini alsam. Benim ahirki sözüm şu. Bunun ilim to'g'risida gap qil. Bizning Xitoy qarshi jihad qilgan qahramon o'g'il qizlarimizni, haqiqiy mujohidlarimizni, haqiqiy shahodatga erishgan shahid qarindoshlarimizni ilimsiz, jahil deb g'alatlab, bularni milliy munofiq bilan ta'riflagan bu badbaxt qarchatlab. Endi buning men qisqagina eskartib qo'yay. Xo'sh, sen ilim da'vatgan narsa nima deb so'raylik o'zidan. Bugun tabiiy fan sohasida, ilim ma'rifat sohasida qanchalik odam yetishtirdi? Kim bor? O'tirdi qo'y. Fizikada bormi? Kimyada bormi? Bormi tabiiy fan? Matematikada bormi? Ba'vosi nerede? O qanday o'rin ishlayapti? Bor. O xizmat qilyapti. Kimga bo'lgan bo'lsa? Bugun harbiy aylıpıran bugünkü hep 16'dan 22'ye kadar bunu uçurduğu adam var mı? Bunu yasaydığı var mı? Bu tabii pendin çıkır hem de bu. Bu sayede adam kanı. Sen fakat millet galcı oludğan, kulu oludğan, Xitayga boysunduğan kısmının her navasını yığıp töşep edip yani Xitay kulu ulaştığın özü için muşunda güzel ahlakının ölçümü dep tariflerse. Hey naali. Biz bugün ilimnin en yukarı gayesi boğan, bugün 21. asırda terakki kıygan, bugün çoğu bir milletli millet kılıp turduğan, o milletten çoğu kimlikin dünyayı tuntudğan bir ilim var o. O nime? Harbi güç, siyasi iktidar. Bunu kolga keltirişimiz, bunu ügünüşümüz, bunu bilişimiz. Şu arkalık o milletten çoğu kimlikini şu namayını kılışımız lazım. Sen derse Türkiye'de Avrupa yüzden geliriz. Avrupa doğrusu Avrupa ölçümünü elbette o nesi var. Biz her kandak nasıl hata nasıl kabul kılışta dünyadaki insanlığın hata kılmışıdın ügünemizsen. Nurgun, salih, muttaki, yakşı kişiler var. Ülke kılıç. Üyegi bağlamazsın. Bugün sen ilimsiz davatkan. Sen ilimlik. Aşina ilimlik mi? Sen davatkan ilim nime o? Xitayga galçılık kılıçtın üzünü ço ilim davatısın. Dünyada köp partilik tüzümü var. Buna sayılan bile meydan kıldı. Ene demem sana Xitayga. Sen bir partiyle mi ilgilenmişsin? Komünist Partisi'nin ibaret bu rezil mafya güruhu hakimiyet tutamda diyen gepni demem sen. İlmi şekilde bana manğulca demeysem dersen. İlmi şekilde ben chet elgi çıkıp geldim, ziyaret kıldım. Bir adı çoğu sayılan bile meydan kılırken. Xitay'da bir gün 6 komünist karakçı birbirini sayılaydı. Şunu öyle bana. Her bir koç siyasi, her halkın umumu çoğu muş kuşunu kollaydıgan bir demek. Hata, cahiliyet tüzümünü çoğu yol koyacaksın. Sen şu cehaletin çoğu bir gün çoğu tarifleyeceksin. Onu maktavsın. Yani numus kılmay, milletin kulu oluşu teşebbüs kılasın. Millet kulu olmaydı. İnşallah Allah'ın yardımcısı bilen Xitay'ın Şarkı Türkistan coğrafyasını tamamen koklap çıkarıp bunu çıkaramaydı dedim ha gülüşenmeydi. Hey! Bir cinde kıygan işinin kulinin her yerde kıysakçı. Bunu zamanılaşkan bugün Irak'taki boğazı çoğu. Xitay bitse ne derse götür. Zaten çoğu biz bu işin kıyalının hemiz çoğu ölmek, şehadet gelişmek. Ölmek güçlüyle mi kıldık açtım ama yaşaş düşünemez. Bunun şunu çoğu, bu işten karakterinin çoğu, Allah'ın kelimesi ölen çoğu. Allah ve Allah'ın peygamber otlar koyun irade, maksat boyunca elip verişiniz gerek. Dep bunun karakterini aşağıdan bir gittik. Şehadetin birden bir doğru yolu bir yer dedik. Sen ne de düşünürsen, hem de ona hakaretler etsin.
Sen yani kaç yıldın ki ölüse. Bizim qarindaşlarımız bugün şahadeti cennete de bilimiz bize inşallah. Senin akıbetin yani 100 yıldın ki öl dep bakalı. Xitayını maktap, zulümlü maktap, ha? Cehaletli maktap. Ha? Yani 100 yıldın ki öl. Senin akıbetin ne mi bul diye kalçala. Sen oylap bak. Sana biz inşallah gün veremeyimiz, yaşatmayız böyle. Şarkı Türkistan, ha? Müslümanları, oğul kızları, hakiki erkek bunu süktümüz bilen biz çok senin bunda söz kılışınga ve bu şekilde yaşayınga çok karşı yol koymayız inşallah. Rahmet, Allah razı olsun. Kıymetli vaxtından çıxıb kəpbəgəli üçün köp rahmet etimiz. Söhbətimiz məşələ axırlaşdırsak. Hörmətli televizor görüşlər, şunda qılıb bugünkü uçuq söhbət proqramımızdan yeni bir saniye müşahidə axırlaşdı. İnşallah kiler qıtımqı yeni programımızı görüşəcək. Sizlərlə Cenab-ı Allah Subhanahu Teala təşvirimiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala. Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.